Bugun biz Jizzax shahridagi dilerimiz do'konlaridamiz. Ushbu dilerimiz do'konlariga biz loft sistemasidagi surma eshiklarimiz, sanuzel eshiklarimiz hamda dush kabinalarimizni o'rnatib berganmiz. Video davomida ushbu mahsulotlarimizga o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Shuningdek, mijozimiz showroomlariga shunaqa teleskopik surma eshiklarni qo'yib berganmiz. Bu eshiklarimizni o'z afzalliklari besparok hamda davchi sistema, o'zi sekin borib yopiladi, stoplari bor. Oynalari 8 mm qalinlikdagi oynalar. Undan tashqari bunaqa eshiklarimizga biz 100 ming marta ochilib yopilishiga garantiya beramiz. Bundan tashqari dush kabinalarimiz hammasi 8 mm qalinlikdagi oyna hisoblanadi. Mexanizmlari nerjavikadan ishlangan. Yana bitta plyus tarafi, oynalarimizga biz plyonka yopishtirib beramiz. Oyna mabodo sinib ketgan taqdirda ham plyonkamiz ushlab qoladi, sizni xavfsizligingizni ta'minlaydi. Ko'rib turgan mahsulotlarni birinchi yoki ikkinchi qo'l emas, to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchidan xarid qilsanglar bo'ladi. Agar sizlarga mahsulotlarimiz qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.